Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Uzbu Play kanali. Sizlar bilan bugun biz Dallas 2026 keldi mana. Bugun shularni nimalar qo'shildi, nimalar yo'qoldi obzor qilib chiqamiz qisqasini aytganda. Xo'p, birinchi o'rdan bitta narsalarni olamiz. Hop, birinchi o'rinda hammani qiziqtirgan mana bitta klan bor. Hozir ko'rsataman. Mana klan o'sha o'zingiz shuni bosasizda xohlasangiz boshqalarning klaniga qo'shilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'zingiz klan yaratib boshqa odamlarni qo'shsak bo'ladi. Xo'p. Bu yoqda Vinicius. Hozircha menda unchalik pul yo'q. Pul bo'lganda albatta olaman. Xo'p. Bu David xo'p. Keyin xo'p, bu yoqqa kirsak mana stadionlar. Xo'p. Legendarniy stadionlardan nimalar qo'shildi? Bu avvalgi. Xo'p. Bu ham yangicha. Mana yangi stadion. Mana shu dilisiga yangi qo'shildi. 26.333 sent. Mana bu stadion ham bor. 950 ga. Hop, hozircha shular qo'shilibdi. Hop. Endi tarkibga kirsak, albatta mening tarkibim hozircha bot. Keyin yaxshilanadi. Hop. Mana shunday bo'ladi tarkib. Shunaqasi. Ularni men sotib bo'ladi deb o'ylagandim. Lekin sotib bo'lmas ekan. Hop. Endi bu yoqqa kelsak. Tak. Stadion ishlar. Hozircha menda shunaqa ma'lumotlar. Kerak bo'lsa boshqa shularni berishim mumkin. Hammaga xayr.